Hozir soat 5 Italiyada va bu videorolikni prям shotda va hozir boshlaymiz. Let's go. Assalomu alaykum hammaga. Men o'zi ko'pchilikga tanisinglar kerak. Mening ismim Iskandar Safarov va men o'zi Italiyada 2-oyimni o'tkazyapman. Italiyani Venetsiya provinsiyasida, Mestre shahrida. Xo'p, bu yerga o'qish bo'yicha kelganman. Ca' Foscari institutida foundation yearni o'qiyman. Yoshim 20 yoshda bo'lsa ham. Xo'p, bugungi videoda sizlarga Italiyadagi hayot haqida podrobniyroq ma'lumot bermoqchiman, chunki YouTube'da bunaqa kontent kam. Ayniqsa o'zbek tilida topolmaysizlar bunaqa kontentni. O'tgan safargi video bo'lsa juda ham много воды было deydi ruslar. U detalniy kirilmagan hech qaysi savolga. Va bugun shuni fix qilish uchun bu videorolikni shoot qilamiz. Hope you enjoy it. See you in Europe. Xo'p, birinchi savol, nimaga aynan Italiyani tanladim? Bunga bir nechta sabab bor. Birinchisi bo'lsa, bu easily accessible Europe countrieslardan biri o'zbeklar uchun. Polsha va Avstriyaga topshirmoqchi edim, lekin bu yerga atkazlar ko'p bo'layotganini eshitib, Italiya degan optionim qoldi meni faqat. Va ikkinchi sabab, minimum rasxod bilan kela olasiz bu davlatga. Ya'ni agar siz UK da yoki Shvetsariyada, Germaniyada o'qimoqchi bo'lsangiz, конечно же, sizdan nemis tilini bilishingizni so'rashadi. UK larda boshqa davlatlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, kontrakt qimmatroq yoki kirish qiyinroq yoki o'zbeklarga spotlar kam, non-EU student bo'lganimiz uchun. Xo'p, shular sabablar edi. Xo'p, ikkinchi savol, Italiyada hayot yaxshimi? Yaxshi, juda ham ko'p jihatlari O'zbekistondagidan ko'ra yaxshiroq. Например, siz mashinangiz yo'q va juda ham ko'p yuradigan odamsiz va peshoxodlar uchun hamma sharoit mavjudda. Ya'ni O'zbekistonda juda ham ko'p uchadigan holat, siz peshoxodsiz, ya'ni mashinangiz yo'q, peshkom yurasiz. Lekin yo'llar tam onqir-chonqir yurib bo'lmaydigan yo'l, illi tupikka kirib qolasiz. Yoki mashinalar tam signal chaladi, anaqadan o'tayotganingizda, peshoxodni переходdan o'tayotganingizda. Bu yerda unaqa holat yo'q. Peshoxodni переходdan o'tish narsa xayolingizga keldimi, o'sha mashina to'xtab turgan bo'ladi. Shunchalik farq qilar ekan bu yerdagi narsa. Xo'p, keyin O'zbekistonning yaxshi taraflari ham bor Italiyaga qaraganda, ya'ni ovqatlari. Ovqatlar bu yerda baribir o'zimiznikiga yetmas ekan. Osh deysizmi, tam даже nonlar bor, nonlar, oddiy non. O'sha намного лучше deb bu yerdagidan. Shuning qadriga yetish kerak ekan. Bilmayman, g'alati chiqyaptimi yo'qmi, ovordim bugungi kechani. Xo'p, nimalarga tayyor bo'lib kelish kerak va umumiy qilib aytiladigan bo'lsa, boshqa davlat, Italiya bo'lmasa ham даже borayotgan davlatingizni tilini yaxshilab bilib olishingiz rekomenduyuется. Meni holatimda kelishimdan avval men expect qiluvdim, kutgan edim, что bu yerda по-любому ish topaman deb, chunki juda ham ko'p harakat qildim. Lekin iloji bo'lmadi, chunki italyanskini yaxshi bilmayman va bu hozir problema bo'ldi. O'qish jonga tegyapti. Agar bunaqa bo'lishini bilganimda O'zbekistondaligimda o'rganib boshlardim italyanskini, tam uchuvchi sentrlarga borib. Va tavsiya beraman hammanglar, agar Italiyaga kelmoqchi bo'lsangiz yoki tam Avstriya deysizmi, Fransiya deysizmi, o'shalarga borayotgan bo'lsangiz, bormoqchi bo'lsangiz, tilini yaxshilab o'rganib oling, albatta kerak bo'ladi sizga. Yana bitta narsa, qonun qoidalarni ham yaxshilab o'rganib chiqing. Hatto ba'zi narsalarni o'rganib chiqing. Например, O'zbekistonda ko'chaga musor otish oddiy holat bo'lsa, bu yerda kattagina shtrafga tushishingiz mumkin. Agar xuddi shu narsani qaytaradigan bo'lsangiz, ehtiyot bo'lasiz. Bu yerning odamlari qanaqa? Hozirgacha yomon, menga yomonlik qilgan odam uchratganim yo'q. Hamma bir-birini ko'rsa chao. Eng ko'p eshitadigan so'zingiz bu yerda shu.
Lekin xavfsizligiga keladigan bo'lsak, kechalari tinchgina ilida uyda o'tirgan yaxshi yokida o'zingiz bilmaydigan va xavfsiz deb bilmaydigan ko'chalarda yurmaganingiz yaxshi. Chunki yaqinda bitta holat bo'libdi Rimda, bitta og'aynimizni kechasi soat 3 da ishdan qaytayotgan vaqtda stopped bo'libdi by 4 qora tanli odamlardan. Va ular u bolani telefoni va pullarini chopib ketishgan. Agar bunaqa holatga tushib qolmasangiz, конечно же, qisib o'tirgan o'chi. Va eng qizig'i, biz kuniga, haftasiga, oyiga qancha pul rasxod qilamiz? Rasxodlaringiz o'zingizga bog'liq. Aytib o'taman, agar ko'chada ko'p ovqatlanadigan odam bo'lsangiz va pulingiz more bo'lsa, to bemalol конечно же ishlatasiz, patolog yo'q. Agar money limited bo'lsa va save up qilmoqchi bo'lsangiz, minimum ketadigan rasxod Venetsiyada oyiga это где-то 200 yevro. Buning ichida ham ovqatlaringiz, transportga ketadigan rasxodlar, sim kartaga ketadigan rasxodlar o'shalar. Uyda ovqat qilasiz, o'shandagina yetkazsa bo'ladi bu pulni. To ko'chada ovqatlanadigan bo'lsangiz, nefiga yetmaydi. Shunaqa. Biz kuniga где-то 5 yevro ishlatsak kerak, haftasiga где-то 20 va 30 atrofida, oyiga 200-300 где-то. Rentlarga keladigan bo'lsa, rent juda ham differ qiladi. Например, men Mestre shahrida turaman. Bu Venetsiya orolidan 10 kilometr uzoqda va bu yoq shaharcha, kichkinagina. Mashinalar yuradigan joy. Venetsiyada turist attraction ko'p va shuning uchun u yoqda orolning ichida narxlar sal qimmatroq bo'lga qaraganda. Даже magazinlarda ham, uyda ham, hamma narsada. U yoqda rent qilishadi bolalar 400-500 yevroga billslar bilan uyni. Men bo'lsa, bu yerda 370 yevroga bir oylik rentimni to'layman, bills included. Arzonroqga topish qiyin, примерно shu narx bo'ladi. Hozircha o'ylab topib olgan savollarim va ularga javoblar shu bo'ladi. Agar savolinglar bo'lsa, bu qiziqayotgan temalar bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar. Albatta reach out qilaman. Agar interesli bo'lsa, Telegram kanalimga yoki Instagram pejimga ham o'tib bo'ladi. See you in Europe, guys. Короче, videoni edit qilguncha уже Kafovskiy institutini dormitorisiga yetib keldim. Agar obzor xohlasanglar, let me know, alright? Thank you.